Bir uy yonyapti deydi, sayus paytda deydi. 5 yil ichida bola qolib ketgan deydi. İçidagi alanga lovullayotganiga hech kim yaqinlasha olmayapti deydi. Ona bechora yuguryapti, ushab qolyapti, yuguryapti, ushab qolishyapti. Bir olovga qarasa hushidan ketadi. O'ziga keladi, dod deydi, bolam, bolam deydi. Bir mahal uzoqroq o'zidan ketdi deydi. Qarab turganlar e'tiborsiz qoldi deydi. Ko'zimiz tushib qoldi, alanganing ichiga kirib ketdi-yu deydi. Iloji yo'q, kirib ketdi deydi. Suvlarni sepyapmiz, harakat qilyapmiz, lovullab o'tishi qiyin, jazirama issiq. Bir mahal o'chirdik-ku, beshikni qarasa charchab ketibdi deydi. Yetishlikka nima qilmasdan sindirib tashab, bolasini bo'lsa yuzi kuymasin deb shunday bag'riga bosib yiqilibdi-da ona deydi. Bola ham, ona ham yonib ketgan-u, bolani yuzi qopdi-da deydi. Ana onaning mehri. Ana onaning mehri. Shu mehrga yarasha biz nima qilyapmiz?